Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun men tug'ilgan kunimga mana ota-onam shunaqa sovg'a qilgan. Qaranglar, mana lampani zo'rligini boshlarni ochib ko'ramiz. Menga blogerstvomga, ishim, kinolarimga juda ham kerakli narsa. Mana ochib ko'ramiz sizlar bilan. O'zim orzu qilib, o'zim kutgan narsam mana shtativ. Qaranglar, qanaqa zo'rligini shtativni. Qaranglar. O'zim havas qilgan, o'zim xohlagan shtativ ekan. Mana shu tayaglari ochiladi. Mana shu ko'tariladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana hurmatli obunachilar. Mana shu yerda qatiriladi. Mana shu yerda ochamiz oyoqlarini. Xudo xolasa sizlar bilan endi ko'pgina videolar kutinglar mendan. Endi mana Xudo xolasa esa ko'pgina videolar mendan bo'ladi. U hali yana ko'tariladi. Mana shu yerda qo'yib qo'yamiz. Bitta mana shunday qilib turadi. Bu shtativimiz. Hozir sizlar bilan lampani ochamiz. Lampa ham o'zlaring bilasizlar, juda ham kerakli narsa, chunki svet yomon tushadi. Yomon bo'ladi. Bismillah ochamiz. Mana qaranglar, u ham shuncha buni qo'ygani. Qaranglar zo'rligini telefonda ushlatib qo'yganda. Mana qaranglar. Va yana maslarga qo'yilgan holatini qo'yib beraman. Qaranglar. Pulti, mana pultlari rang almashtirgani. Adashmasam 3 ta 4 ta ranglar bo'ladi, svetlari. Shu yerda qo'yib qo'yamiz bitta. Mana raspakovka chek davom etadi. Bu hozir lampa qo'yilgan, ko'ryapsizlarmi? Qanaqa yuzini tirnoqlashtirib bergani. Bu lampa bilan shtativni bunaqasi. Mana qalay. Rahmat, bu sovg'ani mana ayam dadam sovg'asi. Onamdan juda ham bahoyda xursandman. Tabriklar uchun, shunaqa menga sovg'a berganlar uchun mana shtativ. Xudo xolasa ko'pgina videolar kutinglar mendan. Zo'r kontentlar bo'ladi. Xudo xolasa cho'tka qilib syomkalar qilamiz.